Qishloq hududlarida ayollarning ahvolini yaxshilash, ularning muammolariga e'tibor qaratishga, xususan ularning ta'lim olishi, mehnat qilishi, farovon turmush kechirishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, gender tenglikni ta'minlash maqsadida Karmana tumanida ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Karmana tumanimizda hozirda 150 mingga yaqin aholi bo'lib, shundan qariyb 70 mingga yaqinni xotin-qizlarimiz tashkil qiladi. Hozir biz mana joylarda Karmana tumanidagi har bir hududlarga borib, ayollarimizni ro'yxatlarini shakllantirib o'rganganimizda bizda shunaqa fikrlar bo'ladi tashkilotlar tarafidan-da, qishloq ayollari nima bilan band? Qishloq ayollari hozirda nima ish qilyapti? Qishloq ayollari bekor bo'lib qolmayaptimi degan savollar bo'ladi-da. Biz mana shu qishloq ayollarini hozir bandligi bo'yicha mana yaqindagina 2025-yil 14-martda muhtaram prezidentimizni 103-sonli qarorlari qabul qilindi. Bu qarorga asosan mana shu har bir xotin-qizlarimizni, har bir hududdagi xotin-qizlarimizni daromadli mehnat bandligini ta'minlash. Ya'ni xotin-qizlarimiz ishlayapti, davlat shtatlarida ishlayapti, turli xil kasb bilan shug'ullanyapti, tadbirkorlik bilan qilyapti. Birgina biz o'zimiz mana Karmana tumanidagi ayollar daftaridagi ehtiyojmand xotin-qizlarimiz dedikmi, bu albatta qishloqdagi xotin-qizlarimiz chiqadi. Baribir markazga yaqin bo'lavergan sari baribir sharoiti bor oilalar, sharoiti bor xotin-qizlar, ko'proq oliy ma'lumotga ega bo'lgan xotin-qizlarimiz markazlarda ko'proq qolib ketadi-da. Lekin qishloq hayotida shu oddiygina ayollarimiz, mana shu oila bilan, farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullanadigan ayol, lekin mana shu ayollarimizni ham qariyb 220 tasida hozir mana shu imtiyozli kreditlar berib, tadbirkorlik faoliyatlarini boshladik u ayollarimiz. Hozir ayollarimizning dunyo qarashi juda ham keng. Qishloq ayoli deymiz, lekin mana shu qishloq ayoli ham imtiyozli berilayotgan kreditlardan foydalanib, o'zlarini har bir ayolimizga hozir kirib borsam, shu ayollarimiz aytadi. Maslahat qilganda bizga yordam so'rab kelganda aytadi. Menga nimadir yordam bering, uni yo'nalishi rejasi yo'q, lekin aytadi. Menga nimadir yordam bering, nimadir ish faoliyatini yo'lga qo'yishim kerak. Bu bizning katta yutug'imiz. Ayollarimizga yaratilayotgan sharoitlar davlat siyosati darajasida ko'tarildi. Mana birgina gender tengligi. Mana hozir ayollarimizga qarasak, juda ko'p xususiy tadbirkorlik faoliyatlarida, tashkilotlarda, davlat tashkilotlarida rahbar ayollarimiz, shu oddiy qishloq ayollarini turishi, ish berishi, xotin-qizlarni yoniga kiritishi, ular bilan hamkorlikda ishlashi. Ayollarimizni agar suhbatlashsak, dunyo qarashi hozirda juda ham keng. Shunaqangi chiroyli rejalari bor ularning. Shunaqangi faqat loyiha, g'oyalari, shunaqangi hattoki daromadlarini olish tartibigacha rejalari bor. Biz bundan xursand bo'lamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Tumandagi Allon mahallasida 1745 nafar xotin-qizlar istiqomat qiladi. Mahalla ahli asosan chorvachilik, dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Mahallada Mohugul Oripovani hamma birday ishning ko'zini biladigan tadbirkor ayol deb e'tirof etishadi. Boisi bu ayol 2014-yilda o'z mablag'lari evaziga oilaviy korxonani tashkil etib, avvaliga 200 dona, yildan yilga esa o'sib borib, joriy yilda 4,5 ming dona jo'jani parvarishlab, ichki bozorni parhezbob go'sht mahsulotlari bilan ta'minlab kelmoqda. 2014-yildan beri boqaman 200 tadan boshlaganman. Asta-asta ko'paytirib, joyimni kengaytirib, mana 4 mingtaga chiqardim. O'z hisobimdan boshlaganman. Bir molimni sotib, shunga tikkanman tavakkal qilib. Lekin yomon emas, yaxshi ekan. Allohga shukr. Shuni ketdan uy qildik, moshin mindik, ro'zg'or o'tkaryapmiz. Hech qayerda ishlamayman, o'zim hech qayerda o'qimaganman. O'zimni o'zim band qilgan. Ham bola-chaqamga qarayman, ham buni qilaman. Men ko'pchilikka maslahat beraman. Oddiy misol uchun mana ko'pchilik oson nima deydi, mana mol qilsangiz, molni puli tez aynalmay ekanda, mol ham qilib ko'rganman, to'g'risi, quy ham qilib ko'rganman. Buni puli 40 kunga aylanadi puli. Mayli, hozir misol uchun oddiy ishga kirsangiz ham 5 million oylik beradi. To'g'risida, lekin hozir menga agar ambira sharoit qilsamda 5 mingtaga 6 mingta tag'xona qilsam, 6 mingtalik. Men ham 5 million oylik beraman. Lekin o'tirgan joyi soya joyiga beraman. Chiqib issiqqa ishlamaydi yoki ketmayvermaydi. Ishda ketidan ko'proq narsalarga erishib, yangi g'oyalar tug'ilib, buni mablag'ini nima deydi, 40 kun o'tavergan sari o'tgan azobingiz o'tib ketadi, ayni puli kelgan vaqtga shunday daromadingiz kelaversa, odam xursandchiligingiz bilan ana bo'laver ekansiz. Endi 4 mingta tavuqqa 160 million xarajat qilaman. Endi 160 million tikkan joyimga qoladi. 25 million, 30 million pulim qoladi. Menga misol uchun 40 kunga kim beradi o'shani? So'q daromadim 20 million, 30 milliongacha qoladi. O'zimning daromadim shu. Qahramonimizni turmush o'rtog'i doim qo'llab-quvvatladi. Bu esa tadbirkorning ishiga rivoj berdi. Ayniqsa 40 kunda mo'l daromad olishni eplagan ayol yordamga ishsiz qarindoshlarini jalb etdi. Ayni vaqtda u parrandachilikning sir-sinoatini mukammal o'rgangan. Endigi bosqichda qahramonimiz 10 ming dona jo'jani parvarishlashni maqsad qilgan.
Ovsinimni band qildim, amakimni xotinini band qildim, chaqirdim. Ular ishladi men bilan. Ana endi ovsinimga hozir tavq qilib berdik. Nasib bo'lsa, shu partiyasini o'zimiz qilib aniqlaymiz. Endi bu partiyada nasib bo'lsa o'zi qiladi. Endi u ozgina misol uchun qo'rqish anonsi barib bo'ladi. Ozgina pul tikilmaydi-da bunga. Lekin buni shunisi bor, juda nozik ish. To'g'risi, buni ham dorisi vaqtiga, vaksinasi vaqtiga, issiqligini ushlash kerak, salqinligini ushlash kerak. Bunga ham kislorod yetmasa bu joyiga chappa bo'lib qoladi. Kasalni ayiraman, suyaman, halollayman. Kasalni agar vaqtiga bilsangiz, suyib tozalab, halollab, muzlatib oldim. Shu yil shuni ham oldim. Xolodilnikga sig'masdi, shu ham qitim muammo edi-da, topshirishga qiynalaydim, to'g'risida. Bozorga mana 4 ta 5 ta yetsangiz olmaydi. Ularni xolodilnikka qo'yaveraman. Hali ham siz so'raydi, mana tuylarga olibdilar. Tug'ilgan kun deydi, qishloqqa bilasizki, birdan kerak bo'lib qoladi, bittaga pul bor, bittaga pul yo'q. Qarzga beraman, to bu tag'im kelgancha bersa bo'ldi. Ish bilan ko'pchilik ta'minlab, o'zimga qanotimga olib, mayli ular ham meni ketimdan foydalansin. Mendan o'rgandim, bir og'iz men shu ayollar ishladimda, men shuni g'oyan qilib ketdim degan, ana rahmat o'zi yetadi menga. Shu kungacha misol uchun 3 ta ayollar o'zimga ishchi qilib oldim, baravar ishladim. Daromad, rag'bat. Mamlakatimizda xotin-qizlarga yaratilgan shart-sharoitlar bularning barchasi qahramonimizning yangi g'oyalar sari yetaklamoqda. Nafaqat parrandachilik, balki chorvachilikni, bog'dorchilikni ham tashkil etib, ezgu maqsadi sari harakat qilmoqda. O'zim va'da bergandim. Men shuni tadbirkorlik bo'layki, men ashuna televideniyega chiqish, meni ham maqtagulik darajaga erishaman deb o'ylaganman. To'g'risi, men shu narsani o'zimga va'da qilganman. Men ana shu yerda shunday hayot yaratay, hamma kelib havas qilsin deb. Men hali niyatlarim bor. Agar davlatdan bundan emas, men nima kirgizmoqchiman-da, ana shu uyimni biqindan fermerdanman, hokimiyatga chiqib bo'lsa ham, mana shu yerdan charvoq yaratmoqchiman. Mablag'ingiz bo'lavergan sari yangi narsalar tug'ilaverar ekan. Yana bir ishlar qilgiz kelaver ekan. Hozir misol uchun men 3000 ta, 4000 ta boqaman deyman. 10000 talab boqib, bir sharoitlarni, bir yaxshi sharoitlar qilib, bundan ham yaxshi yashashga-da odam yashasa bo'lar ekan demoqchiman. O'tirsa odam o'tiraverar ekan. Kim menga ber ekan emas. Mehnat qilsangiz, mehnatingizga yarasha nimani daromadingizni ol ekansiz. Halol mehnat baribir boshqacha ekan. To'g'risida, men faxrlanaman bu ishimdan. Men o'qimaganman deb o'zimni afsuslanmayman. Oilaviy daromadimga men juda katta hissa qo'shaman. Ancha ayol bo'lsam ham hissamni qo'shib, men o'tirishni o'zimga ma'qul ko'rmadim. To'g'risida, mehnat tayrohat degan shu ekan deyman. Shuni ketidan nima deydi, bozorchilar bilan ham yaxshiman. Shunday ana shu tag'im taq bo'lishini, misol uchun mana bu tag'im 10 kunlik, 15 kunlik bo'lgandan ham boshlaydi bozorchilar. Nima bo'ldi? Tag'iz taqmi, men o'zim olaman. Siz begona qilmang. Stoloylar bor, to'yxonalar bor. Nima deydi? Bog'chalar, hammasi kutib turadi-da go'shtim taq bo'lishini. To'g'risida, men hammasiga go'shtim, men nima deydi? Etib tashiyotgan joy qilishni xohlayman. Men niyatlarim katta-da. To'liq men bitta parrandachilik bilan chegaralanib qolmoqchi emasman. To'g'risida, men chorvani ham yo'lga qo'ymoqchiman. Men uyimga sutlik mol qilishni xohlayman endi-da. Yana bir 10 tagina sutlik mol qilib, nasib bo'lsa bitta tog' bilan chegaralanib qolish emas. Meni uyimga keltirib pilla boqibdilar. Pillarni agar shu yerdan charvoq qilib, tutuzor qilib, uyim tagidan men pillaga sharoitni o'zim qilmoqchiman. To'g'risi, menga pillani o'tini menga mana uchun kerak. O'zimnikini o'zimga qoplamoqchiman. Men birovni pillasini boqib, uni o'tinini olib qolishdi emasda, ana shu o'zimga sherga sharoit bo'lsa menga, men shera pillasini ham olib, shera sharoit qilib, o'tinini bunga foydalansam, buni foydasini unga urib, shu narsani ta'minlamoqchiman-da. U uchun menga yana yer olmoqchiman. 10 sotik bilaman endi. Menga katta ana joy kerak emas, bir charvoqlik joy bo'lsa yaxshi bo'ladi deb o'tiribman. Lekin o'shanga ham, misol uchun o'sha charvoqda ham mevali daraxt, nok ekib, gilos ekib, alma ekib, ulardan ham foydalanib, nima deydi, u charvoqchilik ham juda yaxshi narsa-da. Davlatdan bir kredit olib, bir yangi g'oyalarni yaratmoqchiman. Mahallada lider tadbirkor ayol deb nom olgan qahramonimiz bugungi kungacha 3 ta xonadonga o'zining ishini joriy etib, ularning ham oilasiga daromad olib kirishga sababchi bo'ldi. Ulardan biri Dildora Oripova 4 farzandning onasi. Ishsiz edi. U mahallaning lider tadbirkor ayoliga biriktirildi. Joriy yilda uning o'zi tadbirkor degan maqomni olishga harakat qilyapti. 25 kundan beri 4000 ta parrandalarni parvarishlashga kirishgan bu ayol bugun mo'l daromaddan umidvor. Parrandachilik 7 xazinani biri deydilar. Haqiqatan ham bu gap to'g'ri. Ovsinim ancha yillardan beri qilardi. Shunday havasim kelardi borgan paytlarim. Qani men ham qilsam shunday sharoitlarni derdim. Mana xo'jayinim bilan birgalikda boshlaganimizga bir 4 oylar bo'libdi. Shu yil bahordan boshladik. 200 ta jo'jacha bilan boshladik. Hozir mana sharoitlarni qilib 4000 ta tashaganmiz. Hozirgi kunda jo'jachalarimiz 25 kunlik bo'ldi. Bozorga hozir grill bobga ham sotsak bo'ladi.
lekin biz buni katta vaznda qilib sotmoqchimiz. Katta vazn qilganimizdan keyin daromadi yaxshiroq bo'ladi. Parvarishi 40 kunlik. 40 kunga nasib bo'lsa, bozorga olib chiqamiz. Uyqulardan ketish kerak. Shu 40 kun davomida 40 kunlik chaqaloqqa qanday qaralsa, o'shanday qaraladi. Lekin 40 kundan keyin daromadini, foydasini ko'radi. Qahramonimiz olib borayotgan ishidan mamnun. U oilasi daromadiga hissa qo'shayotgandan xursand. Bu mahallada hech qayerda ishlamaydigan qishloq ayollari tong sahardan to tunga qadar tinim bilmay mehnat qilishmoqda. Parrandachilik nafaqat go'shti, tuxumi, balki pati uchun ham boqiladi. Bugungi kunda parrandachilik istiqbolli va chorvachilikdagi asosiy yo'nalish ekani tan olinmoqda. Boisi, parrandachilik aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanishida asosiy ahamiyat kasb etadi. Qishloqlarda odamlarning ish bilan band bo'lishida ahamiyatli yo'nalishlardan biri. Foyda bilan zarar bir xurjunning ko'zida. Lekin halol mehnat qilinsa va tashvishidan qochmasa, parrandadan zarar ko'rish ehtimoli kamroq bo'ladi. 1,5 mingta jo'jamizga 55 million xarajat qilyapmiz. Nasib bo'lsa 100 million daromad ko'ramiz deb niyat qilib o'tiribmiz. 40 kunda jo'jalarimiz 3 kilo 800, 3 kiloga boradi nasib bo'lsa, og'irlik vazni. Hozir 1 kilo 200 vazni bor. O'z-o'zimni band qilganimdan keyin mana kreditlarimizni qoplab bo'ldi. Oilamga daromad olib kelyapman, yaxshi yashashga harakat qilyapman. O'zim ish bilan ta'minlaganman-ku. Xursandman bundan. Shuni orqasida nasib bo'lsa muzlatgichlik katta mashina olmoqchi bizada. Keyin Zarafshon, Uchquduq shunday joylarga o'zimiz etib sotmoqchimiz. Bundan tashqari turmush tarzimizni yaxshilashga harakat qilyapmiz. Uylar qurmoqchimiz nasib bo'lsa. Bu yil nasib bo'lsa qizim maktabni bitiradi, o'qishlarga kirgizib, bolalarimni o'qitmoqchiman shu mehnatimni orqasidan nasib bo'lsa. Ozgina mehnat, ozgina mehr talab qiladi bular. Buni ortidan boy bo'lish mumkin. Tumanda qishloq ayollari asosiy e'tiborini hunarmandchilikka ham qaratganlar. Jumladan, Shibzon mahallasida 2500 nafar xotin-qizlar bo'lib, ularning barchasining bandligi hunarmandchilik ortidan ta'minlangan. Kimdir non va non mahsulotlari tayyorlaydi, kimdir esa tomorqada o'zini band qilgan. Yana bir qishloq ayollari kashtachilik, quroqchilikni yo'lga qo'ygan. Xurshida Ro'ziyevaga o'xshagan ishbilarmon ayollar esa momomeros kasb chevarlikni e'zozlab, kichik sexlar tashkil etib, uy bekalarining bandligini ta'minlashga hissa qo'shmoqda. Tikuvchilik qilayotgan 23-24 yil bo'lyapti, lekin juda orzuyim bor edi, shunday katta sex ochish orzuyim bor edi. 1 yildan beri shu sexni ochishga muyassar bo'ldim. Bu yerda ochilishiga asosan ko'proq yordami tekkan, sektor rahbari yordami asosida ochildi bu sex. 1 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelyapti. Ochilgan vaqtlari mayda-mayda buyurtmalar tikardik. Hozir Buxoro viloyati G'ijduvon tumani buyurtmachilari asosida tikishlar olamiz. Asosan Qozog'istonga abaya xalatlarini tikamiz. Hozir uslubiga qarab 1 oyda 1000 tagacha xalat ishlab chiqaramiz. Birinchi ochganimizda 8 ta, 9 ta mashinka bor edi. Hozir 16 ta mashinka bo'ldi. To'g'ri chok, averlo, tosh apparati, press apparati, rishmalar, har xil mashinkalar bo'ldi hozir. O'zimiz sotib olardik tosh apparatdan, dekatsiyalarni o'zimiz chiqaramiz, o'zimiz press qilib yopishtiramiz. Uy bekalarini ish bilan ta'minlagan biz bu yerdan tashqari uyga o'tirgan xotin-qizlarga ham ish beramiz, kasanachilik asosida. Ularga moylik to'laymiz, donasiga tikkaniga qarab. Ayollar milliy libosini tayyorlashga ixtisoslashgan kichik sexda doimiy 5 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlangan. 3 nafar farzandim bor. Uyda uy bekasiman. Shu sex ochilganda Xurshida opa ish bor deb taklif qilganlar, ro'zg'orga yordam bo'lsin deb shu yerga ishga kirganmiz. Orzuyimiz shu, bola chaqani o'qitish uchun, ro'zg'orga yordam bo'lishi uchun mablag' topish istagimiz bor edi. Shuni amalga oshirishga yaqindan yordam berganlar Xurshida opa. Ishni mukammalroq qilishimiz kerak, sifatli qilishimiz kerak, buyurtmachini didiga mos qilib ishlab chiqarishimiz kerak. Biz ishlab chiqarilgan mahsulotlardan xaridorlarimiz ham mamnun bo'lib ketishyapti. Seximiz boshlig'i Xurshida opa bu yerda nogironligi bor ayollarni ham ishga qabul qilganlar. Saxovat peshaliklari bor, mehribonchiliklari bor. Qo'ldan kelgancha hamma sharoitlarimizni yaratib beradilar. Dam olishga, uyda biron ishimiz bo'lsa ruxsat beradilar. Bu sexda biz ishlayotganimizda ish stajiga ham egamiz.
Bu yerga ishlaganimdan tashqari uyda ham hunarmandchilik bilan shug'ullanaman. O'zimni ham shaxsiy uyda hunarmandchilik asosida ish boshlash niyatim bor. To'quvchilik bilan shug'ullanaman-da, asosan to'quvchilik bilan, qo'l mehnati bilan shug'ullanaman. Shuni shogirdlar tayyorlab, ularga o'rgatib, yanada kengroq ish faoliyatimni kattaroq qilish niyatim bor. Zamonaviy tikuv uskunalari bilan jihozlangan kichik sexda xotin-qizlar kunlik rejadagi tayyor mahsulotiga qarab oylik maosh olishadi. Hunarmand Xurshida Ro'ziyeva xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlab o'z faoliyatini kengaytirishni, zamonaviy uslublarda ayollar milliy liboslarini bozorga chiqarishni maqsad qilgan. Biz o'zi asosan 4 opa-singil biza, 4 opa-singil ham tikuvchilik yo'lida ketganmiz. Hozir ustozim bo'lganlar opam bilan birga ishlaymiz, birgalikda ish yuritamiz, ikkalamiz birgalikda reja qilib, yangi g'oyalar o'ylab topyapmiz. Niyatimiz juda katta. Hozir Qozog'istonga chiqarayotgan bo'lsak, niyatlarimiz boshqa davlatlarga ham chiqarish. Mahsulotlarimizni hozirgi kunda ichki bozorga ham chiqaramiz, eksportga ham chiqaryapmiz. Xitoy zamonaviy apparatlar juda ko'p chiqqan hozir. Nasib bo'lsa, niyatlarim bor o'sha apparatlardan olish. Bichish apparatlari bor o'zi. Juda katta rejalarimiz bor. O'sha Xitoy apparatlarini olib kirish niyatimiz, xudo xolasa. Maqsadim qishloqda shunday katta sex ochib, ayollarni ish bilan ta'minlash orzum bor edi. Allohga shukr, shu ro'yobga chiqdi. Kelajakda nasib bo'lsa, bundan ham kattalashtirib, zamonaviy uskunalar olib kelib, qo'yish, o'rnatish. Bundan da ko'proq ayollarni ish bilan ta'minlash orzuyimiz. Hududdagi Yangiariq mahallasida esa xotin-qizlar qandolatchilik hunarini rivojlantirishgan. Uylarida o'zlariga sharoitlar yaratib, ishlab chiqarishlarini yo'lga qo'ygan ayollar ichki bozorni arzon va sifatli shirinliklar bilan to'ldirishga hissa qo'shmoqda. Ko'p yillardan beri chak-chak shirinligini turli ko'rinishlarni tayyorlab kelayotgan hunarmand Muhayyo Karimova keyingi 5 yilda 5 xildagi mahsulotlarini 20 turdagi shirinliklarga ko'paytirdi. Yoshimda qiziqishim bo'lgan, shu narsani katta bo'lib turmushga chiqib oila qurganimdan keyin shu narsani yo'lga qo'ydim. O'zimni qiziqishim bilan keyin qizim bilan birga qilib, kelinim bilan qilyapman. Keyin ayollarni narsamni kengaytirib boshlaganimdagi mahsulotni keyin ayollarni qabul qilib boshladim. Qizlar oldin ham qizlar, keyin ayollar. Birinchi yong'oqcha, chak-chak pishirib boshladim. Undan keyin o'shanga o'xshash yana bir nimalarni o'rganib, Toshkentga borib keldim. Yanada yangilar uchun kurslarga. O'shalarni hisobidan keyin kengaytirib har xil mahsulot hozir 20 turgacha mahsulot ishlab chiqaraman. Oldin sherda taxlab oldim, lekin hozir mahsulotim ko'paygani uchun ber tor bo'lyapti-da. Shuni kengaytirish maqsadim bor. Ishchi kuchini ham ko'paytiraman. Keyin mahallamizdagi mana kam ta'minlangan qizlarni ham bepul o'rgatishga harakat qilaman. Hozir joyimni kengaytirib olsam, o'shani ham yo'lga qo'yaman. Mahsulotimga qarab daromadim bor. Bozorlarga topshiramiz, do'konlarga topshiramiz. Shuning talab bor uchun ishlab chiqaramiz. Mahallada 1612 nafar xotin-qizlar ro'yxati shakllantirilgan. 34 nafar ishsiz xotin-qizlar mavjud edi. Ularning bandligini ta'minlash maqsadida mahalladagi 8 nafar fuqaro turli hunar egalariga biriktirildi. Natijada ishsiz uy bekalari o'z ish o'rinlariga ega bo'lib, oilasiga daromad olib boryapti. Kelganimga 6 oy bo'lganiga qaramasdan mana Muhayyopan yordamlari bilan hamma narsani boshdan o'rgandim. Ham o'zim hunar o'rganyapman, ham oilamga daromad olib boryapman. Xursandman, Muhayyopadan ham xursandman, ishimdan ham xursandman, ishimni yaxshi ko'raman. Talab 8 ga kelsa, kechga 6 ga bemalol uyimizga yetib borib, oila davrasiga o'tiramiz yana. Kunimiz shu yerda Muhayyopa bilan birga shirinliklarni pishirib, o'z vaqtiga egalariga yetkazib. Endi bizga Muhayyopa kelgan vaqtimiz chak-chak xamir qanday yoyiladi, varaqini xamir qanday yoyiladi, o'shani o'rgatganlar. O'sha narsa o'zimizga o'rganish bo'lib qolgan, o'shanga qarab yoyamiz o'sha narsani. Seximizni boshlig'i Muhayyopa ishchilarga munosabatlari yaxshi. O'z vaqtida mana o'zimizga hammamiz bir kurda ko'rib, bayramlarga mukofotlar berib, o'zimizga davlat ishchilariga qanday taqdirlashlar bo'lsa, o'zlarini ham shunday xursand qilib, bayramlarga shunday narsalar berib, xursand qiladilar. Rag'batlantirib turadilar. Muhayyopa kuchli, qandaydir bir g'ururli ayollar. U kishi bizga shunday bir nima motivatsiya beradilarki, ishni o'rgatish jarayonida ham bizdan urushmasdan shuni tushuntirib, bemalol o'rgatib nima qilib biladilar.
Shu xarakterlarni yaxshi ko'raman. Ishchilarni masalan 5 kishi, 6 kishi ishlaymizmi, hammamiz bir ko'zda ko'radilar. Men o'zim kelgan vaqtim masalan hech narsani bilmaganman bu yerda. Birinchi kun kelganman, o'rgatganlar, mana sizga ish yo'qsa, ishlang bemalol. Ishlaganman, ishim ma'qul kelgan olib qolganlar. O'zimiz ham hozir mana kelgan ishchilarga endi mana muhoyapanni nimalarini o'zimiz o'rganib, biza ham ishchilarga ish o'rgatishga o'rgatyapmiz. Qandolatchi Muhayyo Karimova mendan shu hunarim qolsin deydiganlardan. U eshik qoqib kelgan ayollarga hunarini o'rgatadi. Ayollar ipli bo'lsin deydi. O'zi esa oldiga katta maqsadlarni qo'ygan. Istiqbolli g'oyalarni amalga oshirish orqali xotin-qizlarning bandligini ta'minlashni rejalashtirgan. Har doim o'zimda ichki bozorlar, shu daromadlarim orqasidan o'sha o'zim qilgan o'rdovaslarimni hammasiga erishib boraman. Chunki ayollar harakat qilsa bo'ladi-da. U o'tirgandan natija chiqmaydi. Harakat qilish kerak. Uni qo'lida hunar bo'lmish, bir nimani qilishni biladimi? Harakat qilish kerak. Imtiyozli kreditlardan olganmiz. O'sha vaqtdan oldinroq yopganmiz, ikkinchisiga ham yordam berdi. Mahalladan yana kredit olganmiz. Uni ham o'zi yaqin orada yopish niyatida biz. Maqsadim shu kengaytirish menda. Shuni kengaytirib, shu mahsulotimni juda keng miqyosda tarqatish. Bu menga hech qanday ehtiyojlik uchun emas, lekin bu meni o'zimni qiziqishimdan. Shu yangilik yaratishda. Endi men niyat qilaman, joyimni agar yana bitta ikkita xona kengaytirsam, mana bu mahallamizdagi kam ta'minlangan oilalarning qizlarini olib, hunar o'rgatish. Hech bo'lmaganda 10 ta bo'lmasa 5 tasini hunarli qilib chiqarish, keyin o'zimga o'shalarni ishchi qilib ham qoldirishim mumkin. Ayol zoti hayotiga real qarab bilish kerak. O'sha intilishi bo'lsa, u o'sha turmush o'rtog'i ham qo'ylab yuborsa, yaxshi bo'ladi. Hamma ayol kishi kuchi yetadi hamma narsani boshlab olishga. Faqat ozgina shu turmush o'rtog'i tomonidan ozgina qo'llash kerak bo'ladi. Menga ham xo'jayinim yordam berganlar. Birinchi pechka olib berganlar, kichkina pechka, o'shani boshlab olgancha. U yog'ini keyin o'zim olib ketganman. Xursand bo'laman, o'zim mahsulotlarim tuylarga borgan, qo'yilgan, dasturxonlarga qo'yilgan bilan xursand bo'laman. Chunki meni mahsulotimga talab bor. Bozor yangilikni kutadi-da. Yangilik chiqarsa, o'shanda daromadingiz ham bo'ladi. Men faqat shu yangilikka intilaman-da. Mavsumda 12 milliongacha qilamiz-da, mana bu. Asosan qish faslida. Eng kam daromadimiz 6 million bo'ladi oyida. Shularning orqasida mana farzandlarga sharoit qilganman, o'g'il uylantirib tuylar qilganman. To'g'ri, xo'jayinim bilan birgalikda, faqat o'zim demoqchi emasman. Xo'jayinim bilan birgalikda. Ikkamiz birgalashganmiz, shu farzandlarimni ham shu mehnatim orqali ularni voyaga yetkazib, qizimga ham shu hunarni o'rgatganman. Hozir o'zining oilasida o'zi ham shunaqa sex ochib, ishlab chiqarishi bor. O'g'lim ham o'z yo'nalishini topib olgan. Odamzod niyat qilsa, hamma narsa erishadi. Men ham shu niyatlarimdan bittasi o'zimni ishlab chiqaradigan mahsulotimni eksport darajasiga chiqarish. Buning uchun ishchi kuchini ko'paytirib, joyimni kengaytirishim kerak. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatimizda aholining 65% qishloqlarda yashaydi. Qishloq ayoli deganda ko'z oldimizga tong qorong'usida turib, hovli uyini chinni chiroqdek qilib, oilasiga nonushta tayyorlab, mol holiga qarab dalaga yo'l oladigan ayollar keladi. Lekin bugun ularning qiyofasi o'zgargan. Biri fermer, biri rahbar xodim, boshqalari ustoz, murabbiy. Qo'yingki, hatto zamonaviy kasb-hunarni egallab, korxona tashkilotlarida katta lavozimlarda mehnat qilayotganlar talaygina. Bir narsani tan olish kerak. Qishloq sharoitida bag'rikenglik, mehr-muhabbat, mehmondorchilik mezonlari ustun. Taqdiriga faqat mehnat yozilgan qishloq ayollari bor ekan, soddadillik, samimiylik, mehnatsevarlik va g'ayrat-shijoat doim bo'ladi. Bugungi xotin-qizlarga berilgan imtiyoz va sharoitlar natijasida qishloq ayollari orasida ham taniqli olim va shifokorlar, muallim va tadbirkorlar yetishib chiqayotgani quvonarli.